Katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Super buxgalter dasturida birinchi modulimizni ikkinchi mavzusi haqida gaplashamiz. Ya'ni birinchi modulimiz bu buxgalteriya hisobi bo'yicha bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, bugungi ikkinchi mavzuyimiz umumiy tushunchalar haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik umumiy tushunchalar nimalar haqidaligini bilmaydi. Sizlarga shuni ozgina tushuntirib o'tmoqchiman. Bilasizlar, buxgalteriya hisobida juda ham ko'pchilik kodeks yaxshi bilish kerak yoki hujjatlarni yaxshi bilish kerak. O'rtoqlar, birinchi bo'lib siz buxgalter vazifasiga kirishgan bo'lsangiz, o'qishingiz shart bo'lgan qonun bor. Ya'ni bizda buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun. Mana, buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun 1996-yil chiqqan, bu qonun qabul qilingan va barcha mulkchilik shaklidagi tashkilot va korxonalarda buxgalteriya hisobi va hisobotlarni tashkil etish buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Demak, qonun bilan tartibga solinyaptimi? Siz bu qonunni yaxshi bilishingiz kerak. Ya'ni buxgalterlar biz baribir bilamiz, huquq va majburiyatlarimizni ko'rib chiqdik. Siz har qanaqa korxonada ishlashingizdan qat'iy nazar, buxgalteriyadagi, ya'ni o'sha tashkilotdagi hisob va hisob siyosatlari, hisobotlar barchasini mana shu qonun hujjati bilan tartibga solasiz. Eng birinchi o'qishingiz shart bo'lgan qonun mana shu. Men sizga buni elektronniy variantda beraman. Demak, buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunni albatta o'qib chiqasiz. O'zi kichkinagina qonun, unaqa katta ham emas. Korxonada buxgalteriya hisobi va hisobotini tashkil etish uchun rahbar javobgar va u o'sha huquq beradi va majburiyatlarni yuklaydi. Ya'ni, men aytmoqchi bo'lganim, korxonada o'sha korxonaning rahbari buxgalteriyaga javobgar. Uni huquqi ham, majburiyatlari ham, demak, qonun bilan belgilab qo'ygan. Va korxonani hisobi yuritilishi, hisobotlarning o'z vaqtida bo'lishi, xodimlarga, ya'ni главный buxgalterni nazorati ham barchasi demak rahbari bo'ynida va rahbarga muayyan huquqlar beradi. Ya'ni huquq nima edi? Talab qila oladi. Misol uchun huquq beradi, qani manba deyishga va majburiyatlarni ham yuklagan. Qanaqa majburiyatlar? Biz hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni huquq va majburiyatlarga alohida ahamiyat beramiz. Korxonada bizani buxgalteriya hisobini tashkil etayotganda rahbarga nima huquq va majburiyatlar belgilangan? Ya'ni rahbar nimaga haqli va nimani bajarishga majbur? Ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu bosh buxgalter boshchiligida buxgalteriya xizmatlarini yaratish yoki shartnoma asosida buxgalter xizmatidan foydalanish. O'rtoqlar, mana shu eng zo'r joyi. Bitta kompaniyada rahbar yoki shtatga buxgalter olish kerak yoki shartnoma asosida buxgalteriya xizmatlaridan foydalanish kerak. Men o'shaning uchun har doim aytaman, buxgalteriya hech qachon o'lmaydi. Har kuni biznes ochilyapti, har kuni korxona ochilyapti. Bu korxonalarga eng birinchi bo'lib buxgalter kerak. Hech qaysi kompaniyani ko'rmaganmanki, firma ochilayotganda HR qidirganini, yurist qidirganini yoki marketing qidirganini. Hamma korxonani rasmiylashtirayotganda, ochayotganda firmada birinchi bo'lib buxgalter qidiradi. Demak, sizlar va biza, ya'ni buxgalterlar eng trenddagi kasblarni tanlaganmiz va biz xudo xohlasa eng zo'r super buxgalter bo'lib O'zbekistonni biznesiga, korxonalarga o'z hissamizni qo'shamiz. Demak, korxonada rahbar birinchi bo'lib buxgalter bilan kelishib yoki o'zini jamoasiga buxgalter oladi shtatga yoki buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot bilan shartnoma tuzadi. Chunki o'zi qilolmaydi. Buxgalteriyani uncha rahbar o'zi qilolmaydi. O'shaning uchun buxgalter olinadi.
Endi buxgalteriya hisobini yuritishni asosida ixtisoslashtirilgan tashkilotga, ya'ni ustavida buxgalteriya hisobini xizmatlarini ko'rsatish nazarda tutgan auditorlik yoki soliq maslahatchilari yoki boshqalarga yuklashi mumkin. Bu hozir trendda. Ya'ni masalan meni ham o'zimni kompaniyam bor va bu kompaniya buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatadi. Buxgalteriya mani ustavimda yozilgan moliyaviy va buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatish deb yozilgan. Demak, men ham shartnoma asosida boshqa firmalar bilan ishlashim mumkin. Juda ko'pchilik savol berishadi, Sevar opa, masalan, firma tuzmasdan ham ishlashim mumkinmi? Mumkin, unda shartnoma qilishingiz kerak, ya'ni GPX shartnomasi. Lekin oldingi yili o'zgardi, mehnat kodeksi o'zgardi. Doimiy kerak bo'ladigan xodimlar, doimiy ishlab chiqarish jarayonida kerak bo'ladigan xodimlar bilan GPX shartnomasini, ya'ni mehnat shartnomasini tuzish mumkin emas. Bular kimlar? Doimiy, masalan, buxgalteriya har oyda kerak, chunki har oy soliq to'lash kerak, har oy hisobot jo'natish kerak, to'g'rimi? Demak, buxgalter bilan bunaqa shartnoma qilib bo'lmaydi. Misol uchun, yurist bilan qilish mumkin. Bir yilda bir marta yuristga ish tushishi mumkin. Mana shunaqa shtatga o'tirishga majbur bo'lgan lavozimlar bilan biz GPX shartnomalarini tuza olmas ekanmiz. Demak, eng yaxshi variant baribir shartnoma asosida outsource kompaniya bilan ishlash. Buxgalteriya hisobini mustaqil yuritish, ya'ni rahbarning huquqi bor. Firma ochgandan keyin uni mustaqil yuritishga unda huquq bor. Shuning uchun ko'p tashkilotlarda, masalan, endi meni shogirdlarim ham bor-ku, shogirdlarim 5-6 ta firmani olib ishlashadi deb, o'sha firmani olib ishlashganda hammaga misol uchun outsource shartnoma qilib berisha olmaydi yoki ularning firmasi yo'q. Endi bir vaqt o'zida bir nechta korxonada ishlamagandan keyin rahbar o'zi buxgalter qilib ko'rsatib qo'yishadi otчетlarda va o'zi buxgalteriyasini yuritaveradi. Demak, agar siz biznes egasi bo'lsangiz, korxona ochsangiz, buxgalter sifatida o'zingiz ishlashga sizni haqqingiz bor. Ya'ni buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunda yozib qo'ygan, siz mustaqil ravishda o'z buxgalteriyangizni, hisobotlaringizni mustaqil yuritishga haqlisiz. Endi rahbari ta'minlashi shart bo'lgan majburiyatlari bor. Ya'ni bu birinchi o'rinda baribir hisob siyosati. Bu hisob siyosati bo'yicha biz sizlar bilan darslarimiz bor, ko'rib chiqamiz. Buni elektronniy variantlarini ham sizlarga beraman. Demak, ichki hisobotlarni tizimini ishlab chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni hisob siyosatida mana misol uchun soliq siyosati bo'yicha hisob siyosatimiz bor, narx siyosati bo'yicha hisob siyosatimiz bor va buxgalteriyani o'zini ham ichki hisob siyosatlari bor. Bularni tashkillashtirish kerak bo'ladi, tizimlashtirib ko'rib chiqish kerak. Bu rahbarni bo'ynida turgan asosiy vazifalardan biri. Ichki nazorat, ya'ni siz doimiy ravishda misol uchun nazorat qilishingiz kerak. Xodimlaringizni, hisobotlaringizni, dokumentlaringizni, kompaniyangizni rahbar doim nazorat qilish kerak. Endi to'liq va ishonchli buxgalteriya hisobi juda ko'pchilikda bu narsa muammo, chunki hozirgi holatda ko'p buxgalterlar firmaga kirishgan, ishlashyapti, lekin juda ham yaxshi bilishmaganligi uchun ko'p xatoliklar yoki qanaqadir ishonchsiz holatlar yoki kamchiliklar uchrayapti. Bu yomon vaziyat emas. Kim buxgalteriyada qiynalayotgan bo'lsa, o'qib, o'rganib, bilim olib, albatta yaxshi natijaga chiqsa bo'ladi. Keyingisi hisob hujjatlarini but saqlash. Ya'ni, misol uchun kompaniyada nimadir hujjat yo'qolsa, u bo'limdan tashqari rahbar ham majbur. O'shaning uchun rahbarning vazifasi hujjatlarni chiroyli o'z vaqtida saqlash. Ya'ni arxiv xonalar bo'lgan oldin, hozir hech qayerda kichkina bizneslarda bunaqa arxiv xona yo'q, chunki biznesning egasi, ya'ni o'sha korxonaning egasi hujjatlarni saqlanishga majbur, ya'ni uni vazifasi. Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, soliq hisobotlari va moliyaviy hujjatlarni o'z vaqtida tayyorlash, hisob hujjatlarini amalga oshirish. Ya'ni bizda bo'lishi mumkin bu yerda bank xizmatlari, soliq xizmatlari
hisobotlari, ya'ni boshqa mol yetkazib beruvchilar bilan, xaridorlar bilan ishlarni, hujjatlarni rasmiylashtirib, ularni ta'minlash, ularni saqlash bu rahbarning vazifasi. O'rtoqlar, buxgalteriya hisobida, buxgalteriyada o'sha ichki siyosat bo'yicha gaplashadigan bo'lsak yoki nimani tizimlashtirish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda rahbar majbur. Siz birinchi o'rinda o'qib chiqing, qonunni, rahbarni mana huquq va majburiyatlarini ham o'z oldiga ko'rsating. Firma olayotganingizda albatta bu narsalarga e'tibor bering. To'g'ri, firma olayotganda hamma xursand bo'lib, pulini kelishadi, boshqa kelishadi, bunaqa narsalarni kelishmaydi. Lekin men o'zim ham mana shu xatolarni qilganimdan keyin katta tajriba bo'ldi. Men har doim biznes egasi bilan kelishib olayotganimda, mana bu yoqda haq-huquqlarni ham va majburiyatlarni ham qo'yib, shartnomani ham qo'lda qo'ydirib olaman. Misol uchun, har oylik buxgalteriya xizmatidan tashqari bir martalik xizmatlar chiqadi-ku, mana shuni ham albatta shartnoma asosida qildiring. Mana misol uchun, to'g'ri, расчетный счетdan pul o'tmasligi mumkin sizga, lekin shartnoma asosida haq va huquqlarini chiroyli qilib oldiga ko'rsatib bersangiz, ertaga muammoli vaziyatlar bo'lganda ham hech kim sizni ustingizdan nima deydi, jalba qila olmaydi. Ya'ni sizni qo'rqmasdan bemalol mani kelishganman deb ko'rsata olasiz. Bugun ikkinchi mavzuyimiz ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa, keyingi mavzularda yana ko'rishamiz. Bu mavzu ayni buxgalter bo'lib ishlayotganlarga va buxgalteriya sohasiga endi kirib ish olmoqchi bo'lganlarga juda ham qiziq. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.